2026-yilda Jack mashinalar narxi qanchadan bo'lyapti aka? Assalomu alaykum China Motors obunachilari. Bular Jack X200 mashinalari. Narxi Bartoy mashinamizniki 248 million 640 ming, 16 million so'mlik 800 minglik chegirmada xarid qilish mumkin. Mashinamiz holati ideal bo'lib turgan mashina. Kia va Hyundai ga raqobatdosh mashinalardan biri. Hozirda 231 million 840 mingga xarid qilish mumkin. Usti ochig'i va furgonlisi bor ekan. Tentli variant, furgonli, Bartoy mashina ya shassi variantlarini ham qilib beramiz. Bir kunda ishini hal qilib beramiz. Naqd pul bo'lsa 10-15 daqiqa vaqt ketadi, xolos mashinani minib ketadi. Bu mashinalarimiz benzin tanlaydimi, tanlamaydimi? Benzin tanlamaydi. Xohlasangiz metan, xohlasangiz propan qo'yishingiz mumkin. Balonlari qo'sh balon hisoblanadi. Orqasi baloni mexki balon hisoblanadi. Oldi 15 balon hisoblanadi bu mashinamiz. Bortini uzunligiga keladigan bo'lsak, bortini uzunligi 3.10 ga 1.65. Eng asosiysi bu mashinamizni motori 2lik atmosferniy motor hisoblanadi. 147 ta ot kuchiga ega mashinamiz. Eng yuqori tezligi 160 ha? Eng yuqori tezligi 160. 5 ta korobkali skors hisoblanadi bu. Boshlang'ich necha foiz bilan chiqadi? Boshlang'ich 30% bilan bitta pasport evaziga chiqarib beramiz. Furgonlisi ham, usti ochig'i ham, yuk ko'tarishi bir xil 3,5 tonna yuk ko'tara oladi bu mashinalarimiz hozirgi paytda. Undan da yuqori bo'lgan 4 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol o'z bag'riga sig'dira oladigan Jack X200 mini gruzovelar bo'ladi. Tormoz sistemasi qanaqa? Tormoz ABS hisoblanadi. Konditsionerlari bor, radiosi bor bu mashinamizda. Gidravlika rol hisoblanadi. Hozirda bu mashinalarimiz benzinda harakatlanadi hozirgi paytda. Umuman bu mashinamiz benzin tanlamaydi. 80 benzin bilan ham yuradi. 80 benzin deysizmi? Xohlagan turdagi benzin umuman tanlamaydi mashina. Bu tayyor furgonli variant hisoblanadi. Brom tovar qilingan mashinamiz. Bu chetidan ham, bu chetidan ham yuk ortadigan mashina. Ha, ikkinchi eshigi yon tarafdan ekan, ha? Yon tarafidan ochiladigan. Bularda narxi qanday? Tan narxi hozirgi paytda 275 million 520 ming so'm hisoblanadi. 17 million so'm chegirmada xarid qilish mumkin hozirgi paytda. Ulgurib qoling, chegirmamizni muddati cheklangan hozirgi paytda. Ayni vaqtda China Motors, ya'ni Jack avtosalonida bu mashinalarimizga 17 million so'mgacha chegirma ketyapti ekan. Kia Bongodan narxlari ancha arzon ekan. Arzonroq bo'lgan mashina. Arzonroq, lekin sifatli. O'zbekistonda yig'ib terilyapti bu mashinalarimiz. Bemalol ko'rib turganingizdek, hamma qulayliklarga ega. 3,5 tonnagacha bo'lgan yuklarni ko'taradi, benzin tanlamaydi. Xohlasangiz metan, xohlasangiz propan o'rnatishingiz mumkin. Konditsionerlari bor, gidravlika rullar, ABS tormozlar, hammasi jihozlangan. Ikkitadan orqa tarafda ikkitadan balonlari bor, zapasnoy balonlari bor. Xullas, bu yerda manzili qayerda aka? Bu yerda manzili shahar tomonidan, Ulug'bek tomonlaridan keladiganlar uchun motor kurikdan 100 metrcha yurib, o'ng tomondan topiladi. Navoiy, Buxorodan keladiganlar uchun motor kurikka yetmay turib, chap qo'lda topib oladi bizni. Aynan mana shu binoni mana shu qismida ofis joylashgan. Bemalol kirib, boshlang'ich 30% bilan bemalol qancha vaqtda olib chiqib berasizlar? Boshlang'ich 30% to'lov qiladiganlarga 2-3 soatda vaqt ketadi xolos. Agar naqd pulga kiradigan bo'lsa, 10-15 daqiqada ishini hal qilib beramiz. Bitta pasport boshlang'ich to'lovini qiladi. Batafsil ma'lumot uchun aka telefon qoldiryapmiz. Batafsil ma'lumot uchun shaxsiy o'zimizning raqamimizni qoldiramiz. Ish vaqtimiz 9 dan 6 gacha hisoblanadi. 9 dan 9 gacha aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Rahmat aka.